Bugun O'zbekiston Xalqaro anjumanlar saroyi mintaqaning barcha madaniyat vazirlari va Turksoy rahbarini bir joyga jamladi. Bu uchrashuv Markaziy Osiyoda madaniy diplomatiya va mintaqaviy birdamlikni oshirishda amaliy rol o'ynamoqda. Bugun biz o'zimizni bir ko'zimizni ochib, menimcha bir davrada yig'ilib, mana shu masalalarimizni ham qaysidir ma'noda kelishtirib, umuman bir umumiy bir fikrga kelishimiz bugungi mana shu eng avvalo Markaziy Osiyo va Ozarbayjon rahbarlarining hamkorlik darajasi bugun biz oldimizga mana shunday mas'uliyatlarni qo'yapti. O'ylaymanki, bu madaniyat sohasida biz kelisha olmaydigan masalamiz yo'q. Markaziy Osiyo va Ozarbayjon bu formatda, ya'ni bizni hech qanday kelisha olmaydigan yoki umuman bir-birimizdan uzoqlashtiradigan bironta omil yo'qki, agar biz tarixga qaytgan sarimiz ko'ramizki, umuman bu regionni daholari qanchalar bir-birlarini e'tiqod darajasida hurmat qilganliklarini va bir-birlariga ergashib, ustoz deb bir-birlarini e'tirof etishlari yoki umuman bir-birlarini ilmiy tadqiqotlarini davom ettirishlari, umuman tarixda juda ko'p bunaqa, ya'ni qardoshlik munosabatlarini faqat va faqat qardoshlik munosabatlarini topishimiz mumkin. Shuning uchun o'ylaymanki, bu Markaziy Osiyo Ozarbayjon region nuqtai nazaridan aynan bizni ildizimiz, demak, bir joyga borib taqaladi. Shuning uchun agar biz bugun mana shu umuman deylik beqaror dunyoni beqaror bir vaziyatida, o'ylaymanki, bugun suv va havodek Markaziy Osiyo xalqlari, Ozarbayjon umuman ildizlari bir bo'lgan xalqlar bugun yelkama-yelka turishi va qardoshlik munosabatlarini shakllantirishi umuman mana shu beqaror bir davrda bizni qaysidir ma'noda ham ruhiy, ham jismoniy omon qolishimizni ta'minlaydi.